Dengiz mahsulotlari va Amerika qit'asidagi to'xi go'sht to'g'risida. Savol. Assalomu alaykum. Birinchi. Dengiz mahsulotlaridan qaysilarini yeyishga bo'ladi? Rakni Hanafi mazhabida yeyishga bo'lmaydi degan gap to'g'rimi? Ikkinchi. Men Amerika qit'asida anglashimcha bu yerdagi musulmonlarning talla bozorlaridagi to'xilarni nurg'un qushxonlarda bir qatimda nurg'un to'xiga bismillahni bir aytib tangni bo'g'izlaydi ekan. Bir turk qo'shnam turk olimi Turkiyada har bir to'xiga ayrim bismillah aytib bo'g'izlamasa, birinchi to'xilar halol, qolganlari tang so'yilsimi harom deganini, o'zining burun Turkiyada turg'unida bir talga birdan bismillah deb ayrim so'ydigan qushxonadan oldiganini aytdi. Bundaq to'xilar rasla harom bo'lamdi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlariga, ashablarga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Birinchi. Dengizda yashaydigan hayvonlarning hukmida olimlar o'rtasida qarash o'xshash emas. Ko'pchilik olimlarning nazarida dengiz hayvonlarining hammasi halol. Hanafi mazhab qarashida dengizda yashaydigan hayvonlardan faqat baliqni yeyishga bo'ladi. Ikkinchi, agar har bir to'xi ayrim bo'g'izlanadigan bo'lsa, har biriga ayrim bismillah deyish kerak. Agar pichoq bir qatim surilganda 50 to'xining bo'ynini kesadigan bo'lsa, bu chaqda hammaga bir bismillah kifoya qiladi. Yevropa bilan Amerika qit'alarida yashaydigan musulmonlar hali uzundan beri duch kelayotgan muhim masalalarning biri halol go'sht masalasidir. Bilishimcha, Yevropada to'xi va boshqa qo'y kala qatorliq hayvonlarni o'ldirish usuli har xil. Ba'zilarda to'xi 2 putidan esilib, tok ulab qo'yilgan suvga chilindi. Buningda to'xi tok bilan so'qilib qiynaldi. Andan behush qilingandan keyin bo'yni kesiladi. Ba'zida to'xi tok so'qiyotganlikdan o'lib bo'ladi yoki suvda to'njoqib o'lib ketadi. Tekshirishlar natijasida to'xilarning 3dan biri tok bilan suvga chilinishda o'lib bo'ldi ekan. Andan bo'ynini kesibla tozalanish uchun qiziq suvga chilindi. Bu intayin tiz bo'lganlikdan tokdan saq qutulib bo'yni chal kesilgan ahvolda texi jani chiqib bo'lmay turibla qiziq suvda to'njoqib o'ladi. Tok bilan so'qilgan hayvonlar bo'g'izlangan taqdirdami jismidagi qon to'liq eqib bo'lolmaydi. Nijosat bilan to'lgan qiziq suvga cho'mdirilganda to'xi go'shining maynat bo'lishi ayrim bir masala. Bu xil to'xilarning go'shi intayin ziyonliq bo'ladi ekan. Yuqorqi sabablardan Yevropa Fatva va tadqiqot komiteti halol go'sht masalasini alohida ko'ngil bo'lib muzokara qilib, oxirida musulmonlarning diniy kimliklarini qo'g'dab qilish va o'zlarini harom narsalarni iste'mol qilib selishdan saqlash uchun islom shariati ko'rsatgan belgilama bo'yicha bo'g'izlash shartlariga rioya qilishning zarurligini ta'kidlagan. Shundaqla odatda elib berilayotgan bo'g'izlash usullarini ko'zdan kechirgandan keyin shariatga xilof ko'p ishlarning bo'lganligini, qo'y bilan muzaylar o'lib qolmasimi, to'xi kalalarning bo'g'izlashdan burilib o'lib qolganligini ko'zda tutib, to'xi bilan kala go'shtlarini yeyish joiz emas. Ammo qo'y bilan kichik muzayni bo'g'izlash usuli ba'zi joylarda shar'iy bo'g'izlash qoidasiga zid kelmaydi deb qaror qilgan. Ularning yakuni bo'yicha bo'g'izlamoqchi bo'lgan hayvonni yengnilik tapancha yoki palta yoki bolqa yoki havo bosimi bilan behush qilish joiz bo'lmaydi. To'xilarni tokda so'qish orqali behush qilishga bo'lmaydi. Ammo bo'g'izlashdan burun behush qilingan hayvonlar o'lib qolmaganlar bo'lsa, to'g'ri bo'g'izlasa halol bo'ladi. Yana g'arb diyorida yashaydigan musulmonlarning ko'ngli xotirjam bo'lishi va diniy kimliklarini qo'g'dab qilish uchun o'zlariga xos ayrim qushxonlarni barpo qilishini tavsiya qilgan. Tok besmini 100 dan 400 voltdan o'riltib o'tmaslik. Iqimini qo'ylarga 1 amperdan, kalalarga 2,5 amperdan oshirib o'tmaslik kafolat qilinishi, tokda so'qish 3 sekunddan 6 sekund orasida bo'lishi ta'kidlangan. Behush qilingandan keyin shar'iy bo'g'izlashdan burun o'lib qolmaganligini aniq belgili bo'lgan taqdirda u hayvonlarning go'shtini yeyishga bo'lganligini Islom fiqh akademiyasi ta'kidlagan. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Dr. Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 1-tom 183-nomerlik fatvo.